Davlatimiz rahbari tomonidan tasdiqlangan O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamkorligida Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 26-sonli maktabda ta'limda psixologik farovonlikni birga yaratamiz mavzusidagi o'quv seminar tashkil etildi. Bugun Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi hamda Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda viloyatimizdagi yana Termiz shahridagi 26-maktabda umumta'lim maktablari psixologlari hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan psixologlar uchun ta'limda psixologik farovonlikni birga yaratamiz mavzusida viloyat hamda respublika ilmiy amaliy seminari bo'lib o'tyapti. Bu seminarning asosiy maqsadi bunda umumta'lim maktablari yoki maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan psixologlarning asosiy vazifalari etib, ota-onalar bilan hamkorlikda muntazam samarali ishlarni tashkil etish hamda oila, maktab va mahalla o'rtasida hamkorlikni ko'prik vazifasini bajarish vazifalari belgilab beriladi. Hamda bu yerda maktab psixologlari bir-biri bilan hamkorlikda tajriba almashib, uni umumta'lim maktablarda yoki maktabgacha ta'lim muassasalarida kaskad shaklda joylarda yana seminarlarni davom ettiramiz. Tadbirda maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan psixologlar va professor o'qituvchilar ishtirok etishdi. Psixokorreksion mavzu haqida mashg'ulot bo'lib o'tyapti. O'quv seminarimizda o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotimizdagi pedagoglarni kasbiy stressdan chiqarish bo'yicha bir qancha treninglar, mashg'ulotlar o'rgandik. Mazkur seminardan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim tizimida psixologik xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish, psixologlarning kasbiy kompetensiyalarini uzluksiz rivojlantirish hamda ta'lim jarayoni ishtirokchilarini psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishdan iboratdir. Bu kabi seminarlar hududlarda ham tizimli ravishda tashkil etilib, unda ishtirok etgan psixologlar o'z orttirgan bilim va tajribalarini hududlardagi hamkasblari bilan bo'lishadilar.